2026-yilda necha Instagramdan pul topsa bo'ladi? O'zi Instagramdan kim pul topadi? Necha topsa bo'ladi? Instagramdan pul ishlash prinsipi nechik degan savollar bu videoda to'liq, tiniq, sodda qilib tushuntirib beraman. Ungacha sizlar profilim emas, bu YouTube ku. Ungacha sizlar YouTube kanalimga obuna bo'lib, like bosib turinglar. O'zimni tanishtirib o'tsam, assalomu alaykum. Ismim Xushnud To'rayev, YouTube va Insta blogerman. Bugungi kunda Urganchda 1,5 yildan beri digital marketing sohasida ishlab kelayotirman. SMM proyektlarim bor, shaxsiy brend bo'yicha mijozlarim bor. Media sohasini 2020-yilga kirib kelganman va shundan beri men pul ishlayman media sohasidan va shu bilimlarimni hamma bilan bo'lishib kelaman. Demak, Instagramdan necha pul topsa bo'ladi? 2026-yilda siz necha pul topish imkoniyatlarini ega bo'lasizlar. Bir chetdan tushuntirib bersam, qaranglar, odatda Instagramdan ikki xil insonlar pul topadi. Birinchisi, bu kadrdagi insonlar. Ya'ni siz hozir meni kadrda ko'rib turibsiz, demak men pul topaman. Kadrdagi insonlar. Bular kimlar bo'lishi mumkin? Bu soha egalari, kasb egalari, buni ekspertlar deb aytiladi. Keyingisi blogerlar, mashhur blogerlar, aktyorlar, qo'shiqchilar, diktorlar, kadrda kimni ko'rib turibsiz? Shuni hammasi pul topadi Instagramda. Ikkinchi toifadagi insonlar shu insonlarga kontent etishda yordam beradigan kadrni orqasindagi insonlar, ya'ni kadr ortidagi insonlar. Bular kimlar? Ko'pchilik biladigan digital marketinglar. SMM manager, project manager, brand manager, reels maker, stories maker, content maker, copywriter, creator, yana kimlar qolib ketdi? Menimcha shular. Bundan ham ko'p bor. Mobilograf, videograf eng asosiylari, mobilograf, videograf, dizaynerlar pul topadi. Ya'ni qaranglar, ikki xil bo'ldi. Demak, birinchisi kadrdagi insonlar pul topadi, ikkinchisi kadr ortidagi insonlar pul topadi. Keyingi savol, necha pul topadi degan tabiiy savol tug'iladi. Demak, kadrdagi inson, demak, kadrga chiqib, so'zlab, kontentlarni chiqarib boshlagandan keyin o'zini mahsulotini sotadi, o'zini xizmatini sotadi va tashqi reklama orqali pul ishlashi mumkin bo'ladi. Shu uch xil yo'l bilan pul topadi kadrdagi inson. Kasb egasi bo'lsa, demak, o'zini xizmatini sotadi. Deylik, stomatolog bo'lsa, shu stomatolog xizmatlarini sotishi mumkin mashhurlik orqali. Bu mashhur bir odamga ko'radi, o'qiy buzurg stomatolog ekan deb, uni yonidan boradi Instagram orqali va o'zini xizmatini sotadi. Instagram yo'q, stomatologga qaraganda qimmatroq sotadi. Chunki mashhur bo'lib qolgandan keyin aslan pricelarni ko'tarib boriladi. Boshqa kasb egasi bo'lsa ham o'zini xizmatini sotish orqali pul topadi. Maqsad ham o'zini xizmatini qimmatroqqa sotish aslında kadrga chiqishdan. Shuning uchun ham u Instagram yuritadi. Demak, kadrdagi inson o'zini xizmatini, o'zini biznesini yoki o'zini kurslarini sotish orqali pul topishi mumkin. Bu ekspertlar edi. Endi blogerlarga kelamiz. Hammamiz bilamiz, blogerlardan pul topadi. Albatta bu tashqi reklamadan pul topadi. Kimdir o'zini xizmatini, biznesini, mahsulotini reklama ettirish uchun pul beradi. Bloger kadrga chiqib shuni reklama etib beradi. Shu orqali blogerlar pul topadi. Boshqa qolgan insonlarga keladigan bo'lsak, shunchaki o'zini brendini ko'tarib, o'zini gruba gore stavkasini ko'tarayotgan shu orqali pul topadi. Bu birinchi toifadagi insonlar edi, ya'ni kadrdan necha pul topish mumkin. Endi kadr ortidagi insonlar necha pul topadi? Juda oddiy. Xuddi shu kadrdagi insonlarga men aytdim, kadr debman, content chiqarishda yordam berib, shular orqali pul topadi. Reels maker, stories maker, content maker, SMM manager, brand manager, shaxsiy brend mutaxassisi, project manager, copywriter, stories maker, videograf, mobilograf o'zini xizmatini ko'rsatib pul topadi. Plus tarafi bor. Bu insonlar agar kalasini ishlatib, o'zlari ham blog yuritib, shaxsiy brendlarini yuritib, Instagramini yuritib, ish jarayonini qo'yib borsa, keyinchalik biroz case yig'nagandan keyin, natija yig'nagandan keyin o'zini kursini sotishi mumkin bo'ladi. Kadr ortidagi insonlar, любой biri, stories maker bo'lsin, reels maker bo'lsin, SMM manager bo'lsin, kerak bo'lsa videograf bo'lsin, mobilograf bo'lsin, keyinchalik o'zini kursini sotishi mumkin. O'zini xizmatini qimmatroqqa sotishi mumkin. Master class o'tib berishi mumkin. Seminarlar o'tib berishi mumkin. Jonli efirlar o'tib berishi mumkin. Hammasini pul evazini etishi mumkin bo'ladi. Shu orqali kadr ortidagi insonlar yaxshigina pul topishi mumkin va topib kelmoqdalar ham. Agar siz ham Instagramdan pul topishni xohlasangiz, yanvar oyida xudo xolasa men o'zimni master klassimni o'tirjakman. Bu master klassda men sizlarga polniy noldan necha Instagramda rivojlanish mumkin, necha shaxsiy blog, shaxsiy brend rivojlantirish mumkin, necha sotuvlarni oshirish mumkin, necha o'zingizni xizmatingizni, tovaringizni qimmatroq sotishingiz mumkin, necha mediada o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Barcha haqida yanvar oyida bo'ladigan master klassimda o'rgataman xudo xolasa. Qachon bo'lishi, nechik bo'lishini Instagramda ko'rib boranglar, men Instagramim. Bu YouTube kanalimga obuna bo'linglar, Instagram sahifamga obuna bo'linglar. Shu yerda aytaman, yanvar oyining 3-hissasida master class bo'lib o'tishini. Sizlarga oddiy sodda tilda Instagramda kimlar pul topadi va necha pul topadi, shularni o'rgatdim. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosamiz. Keyingi foydali videoda ko'rishguncha.